yo'nalishlar bizim ish vaqtlarini kuzatuvchi jurnalistlarimiz navbatdagi darvozamiz Namangan viloyati Chust tumaniga telefon qilib, Yurg'izlarni bahoga ishlayapti. Ishlab turgan variant bo'lgan darvozamiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 580 ga 370 razmerda bo'lgan. Bir qavatli ishlanmoqqa variant bo'lgan darvozamiz. Darvozamizga nashxonasi berganmiz. Ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. O'ta chiroyli bezini dalda chiqqan. Ikki yoniga 40 cm dan o'rtaga 35 cm ajnalishga qilib berganmiz. Отдельный kalitga holatda chiqqan darvozamiz. Nerjavekalarni qora svetdan foydalanib o'xshab berganmiz. Ko'rib o'zlaringiz yana bir baho beraverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyida nomerlar qoldiramiz. Biz Rossiyada yurgan musofir yurgan akalarimiz bilan aloqa chiqarsa, shu nomerlarda Telegram, WhatsApp, barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Bizga aynan boshqa fasondagi darvozalarni ham ma'qul beryapmiz. Boshqa fasondagi darvozalarni ham bemalol yasab, borib o'rnatib beramiz. Eng muhimi dastavka ustunovka 12 ta viloyat bilan besplatniy bo'ladi. Bizga Rossiyada yurgan akalarimiz WhatsAppda yoki Telegramda aloqa chiqsa, kataloglarni tashlab beramiz. Qaysi fason, qaysi summadagi darvozamiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, olib borib o'rnatib beraveramiz. Darvozani to'liq obzorini ko'rib chiqamiz.